Rossiyalik olimlar issiqxonalar uchun mo'ljallangan maxsus innovatsion quyosh panellarini namoyish etdi. Yangi texnologiyaning o'ziga xosligi shundaki, u bir vaqtning o'zida ham qayta tiklanuvchi energiya manbalarini hosil qiladi, ham fotosintez uchun o'simliklarga zarur bo'lgan yorug'likni ta'minlab beradi. Tadqiqotchilarning tushuntirishicha, bu Volteris spektral filtrlash tizimiga asoslangan yondashuv. Unda o'simliklar barqaror rivojlanishi uchun kerak bo'ladigan faol fotosintetik nurlanish diapazonidagi yorug'lik saqlab qolinishi bilan birga ortiqchasi filtrlanib, elektr energiyasi ishlab chiqarish jarayoniga yo'naltiriladi. Bunda yondashuv issiqxonalarga nafaqat yashil energiyada ishlash, balki ichki iqlimni yaxshilash, qizib ketishning oldini olish, hosildorlikni oshirish imkonini ham beradi. Quyosh modullari va yorug'lik integratsiyasiga doir ilk tajriba Belgiyaning Deyn shahrida joylashgan Tomato Masters kompaniyasiga qarashli issiqxonada o'tkazildi. Dastlabki natijalar ob-havodagi o'zgarishlar tufayli hosilni yo'qotish bilan bog'liq holatlar 10% ga kamayganini ko'rsatdi. Ushbu noyob texnologiya agrar sohada energiya avtonomligiga erishish yo'lidagi muhim qadam bo'lishi barobarida qishloq xo'jaligi mahsulotlari va quyosh energiyasi ishlab chiqarishni bir maydonda birlashtirish imkonini berishi bilan ham ahamiyatli.